o'qishda o'qib, to'ralingdan bitta o'qishda o'qib ham urushadimi o'rtog'i bilan, Ya o'zidan o'tdi-da, o'zidan. O'zidan nima o'tadi? Alisherjon. Nima? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Charchamaysiz. Alisher aka uyini bilmasam qayerda? Ha, o'retda. Chap qo'lda. Bo'l. Rahmat aka, rahmat. Nimaga urushasan? Nimaga urushasan? Ha, endi o'zidan o'tdi. Po'z chiqib ketsa nima bo'ladi? O'zi, siz zachotgandagi bahor ko'ruvchilik yo'q dedi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchasiz. Uzr, yana bezovta qildim. Yog'damas ekan, taqilasa begonadan chiqib betaman. Asab jichcha buzildi-ku. Mana shu tomonda, o'ng qo'lda uy. O'ng qo'lda oxirida. Adashmay, bo'l, ol. Noto'g'ri ko'rsatdi. Ishing olmasin. Undan urushgan. O'tgan kuni bittasini shapaloqlab urding. Yana keldilar bola. Akalar, uyalmaysizmi? Katta odam ekansizlar. Bu yoqda ham yo'q, bu yoqda ham yo'q ekan-ku uyi. Alisher akanki masakanki borib taqilasa, begona ayol chiqib, "Voy, meni xo'jayinim yo'q, nimaga taqillatasan?" deydi. Uka, asabni buzmaylik-da. O'zi asabim buzilib turibdi. Xotira jicha pand berdi-da. Alisherjonmi? O'zimiz Alisherjon. Alisher aka. Ha, bu keyingi mahalla bor-ku. O'sha mahallada kirganingizda, o'ng qo'lga burilganingizda, chap qo'ldagi 17-uy. Yo, 16. 16-16-uy. 16-uy. Rahmat, 16. Charchamayman. Sog' bo'ling. Urushganingni qara. Ne ustingdan yozib yuborsa nima bo'ladi? Alisherjon, gardaga ham usta yozaman. Turmush ursa yig'ilchi. Alisherjon. Sizni qarang, meni qarang. Ahvolimiz bu. Mana shu men urganimga ham yotib olaversa. O'tgan safar yotib oldimi? Yotib oldi. Ha, unda bolta bilan urdim. Alisherjon, Bo'ldi deyapman. Bu beringlar, qiladigan qilinglar. Keling aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Rahmat. Alisherjonning uyi shumi? Adashibsizlar, mashinaga baqir-chaqir qilamiz. Aka, nima bo'lyapti deyapman. Shuni 2-mahalla. Chapga yurasiz, to'g'riga 17-eshik. 16-eshik emasmi? 17-eshik. 16 jo'rat bor. Ha, 16, 17mi? Ha, 16 ida oldin 17 qilib qo'ygan. Adashibsizlar shu. Ha. Uzr, uka. Oldimga tach. Haligi odamga to'g'risini tushuntirib yuboribsiz. Ha, yaxshi-da. Oldimga tach. Odamlarga ham hayronsan, men usta bo'lsam, qaydan bilay? 16 mi? Alishermismi? Rostdan ham Alishermikina? Alisher aka? Ha. Mashet aka. Chiqib tez. Hop, Alisher aka ketyapman. Hormat do'stim. Qalaysan? Ey, yangi mashina olibsan, biroz aytmaysan-ey, bir yuvardik, ichardik. Bu ichmay qo'yganing olgansan shekilli buni, kecha telefon qilsam, "Yo, bora olmayman, xotim qo'ymayapti" deb gapirganding. Yangi mashina olibsan, gap yo'q. Bizga ham buyursin. Shunaqasidan minaylik do'stim. Lekin ish tashlab borib zo'r ish qilding sen. Qara, mashina olding. Yana ish tashlasang, yana bir oy ichmasang, uy ham olasan, hamma narsa oladi, hammasi bo'ladi senda. Ey, gaplarimni eshityapsanmi? Mashina olibsan deyman, tabriklayman deyman. Ish tashladim devding. Kim aytdi senga bu meni mashinamdi? Yonida suyanib turibsan-ku mana. Yiqilib ketmay deb suyanib turibman. Bu qo'shnimniki bo'lish kerak bu. Ey, shuncha gapman Diyorga gapirdim, hayronman ey. Ha, qara. Ha. O'tgan safar gapiruvding-ku. Ha. Esimda. Chepuxa bo'lish, safar juda qattiq gapirding, bak. Shuni mixlamaymizmi? Ichamiz deysanmi? Ha. Mayli. Ichovuzmi? Ichamiz. Baqara? Ha. Xotining u do'kon arzon to'lab qo'ydimi o'tgan safarkini? Aybillanikimi? Ha. Hammasini to bizni xotin tilla-yu. Tillamas, sani xotining mujik. Vobshe chiroyli gapirding, lekin mixlaymizmi? Ha. Ketdik. Bir balo. Ketdik-ku. Qaysi tarafdan edi? Bu tarafda bo'lish kerak. Aybillagan uyga boramiz. Ichamiz. Ba'zi bir insonlar asabiylashganlarida ruhshunosga murojaat qilishadi. Ammo ruhshunosning o'zi asabiylashganda kimga murojaat qilish kerak? Bizda ruhshunos qabulidagi holat ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar.
efirda dardingdan aylanay ko'rsatuvi. Gapiring otaxon, dardingizdan aylanay. Menga maslahat ber bolam. Xo'p bo'ladi. Demak, boshlovchingiz hamda psixologingiz Sotvoldi Qarzberdiyev. Bugungi mehmonimiz Assalomu alaykum. Uzr. Stop. Nima bo'ldi? Kimdir sizni so'rayapti. Kim ekan? Qanaqa odam ekan? Oddiy. Ko'rinishi qanaqa ekan? Ko'rinishi. Bor qarab kel. Ey. Bolami? Bu maslahat berasan. Beraman, otaxon. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda dardingdan aylanay ko'rsatuvi. Demak, bugungi mehmonimiz Qassob aka Kesvoldiyev. Gapiring Qassob aka. Bu men. Nima? Stop. Nima? Ayol ekan. Menga qarab, nima kerak ekan unga? Nima kerak ekan? Bilmasam, aliment deydi. Nima? Aliment. Aliment? Bo'yi qanaqa ekan? Voy, o'lchamabman. Bor qarab kel. Hozir. Bolamni boshlaysanmi yo'qmi? Boshlayman. Demak, yozamizmi? Boshlaymiz. Xo'p, Qassob aka Kesvoldiyev. Bolaligidan og'ir mehnatda katta bo'lgan bu inson shu mehnat orqasida Stop. Nima? Mashincha ekan. Sochini rangi qanaqa ekan? Voy, qaramabman. Bor qarab kel. Hozir. Shuni rangi shoshmay turing. Aliment so'rayapti o'zi. Yozamizmi? Boshlang. Demak, Qassob akam bolaligidan og'ir mehnatda katta bo'lib, bu mehnat unda ajoyib qo'l hunari va Stop. Nima yana? Qora ekan. Feruzmikin, Dilnozmikin? Aliment. Yuzida holi bormikin? Voy, qaramabman. Bor qara. Hozir. Jim turing, ota. Jim. Uzr. Voy, jim turing, bitmas hozir boshlayman. Yozamizmi? Yozing. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda dardingdan aylanay ko'rsatuvi deb. Stop. Nima? Masjid ekan. Men bundoq turganda masjidami yo o'girilganda masjidami? Bor qara. Hozir. Bolam, juda bir turing bir pas. O'zi yuragim ketib qolyapti. Yozamiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda Stop. Aniq sotdi ekan. Nima qilaman endi? Ismi nima ekan? Ismi? Voy, so'ramabman. Bor, so'rab kel. Hozir. Bolam. Otaxon yuragim ketib qolyapti. Bir pas jim turing. Jonimga tegma, menga maslahat berasanmi yo'qmi? Turing, ovozingizni tuting. Ismi Feruz ekan. Nima? Feruz. Xo'jayin. Aliment. Xo'jayin nima bo'ldi? Xo'jayin, qarab turing, hozir. Feruz. Aliment. Gazli suvmi? Gaz suvmi? Ochdidan. Hozir men ketyapman. Qanaqa odamsizlar tushunmadim men sizlarni umuman. Qarasa, yo'q, sochimni so'raysan, bo'yimni so'raysan, holimni so'raysan, ismimni so'raysan. Kimsiz? Men Feruzbekman. Nima? Erkak kishi nega mendan aliment so'raydi? Qanaqa aliment? Abonement so'radim, abonement. Voy, abonement so'ramabman. Nima? Abonement? Abonement. O'zingni bos. Hey. Kiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men kelgandim. Qanday kelgan bo'lsa, shunday ketasiz. Men asarga kelgandim. Qanaqa asar? Kecha tashab ketgan asarim. O'tiring. Turing. Yuring. Qayting. O'tiring. Turing. Qo'lingizni ko'taring. Avlaning. Nima qilganingiz bu, Agar bilsangiz, men sizga hozir bitta sirni ochaman. Sir.
bitta sirni ochaman. Men sizni dadangizman, Qanaqa dadam? dedi To'xtaqul. Ha. To'xta. Va keyin deb so'zini davom ettirdi. Ana, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr. Qachon keldingiz? Hozir keldim. Salom yo'q, ali yo'q, o'tiring. Hop, nima xizmat? Shu asarga kelgandim. Asar? Asar. Qanaqa asar? Kecha tashab ketgan asarim. Kecha tashab ketgan. Nomi nima edi asaringizni? Asarning nomi Asalim degan asar edi. Asari nomi Asalim. Shu siz asaringizmidi? Meni asarim. Voy, men sizni 2 kundan beri qidiraman, qarang, Shunaqa ham bema'ni asar bo'ladimi? Shunaqa ham bir tiyinga qimmat asar bo'ladimi? Kim yozgan buni? Yozishni ham qo'ylatmagansiz. Yo'q, bu asar siz ko'p gapirmang, menga aql o'rgatmang, xo'pmi? Asar yozish shunaqa bo'lmaydi. Asar yozish bu ustachilikdan xabaringiz bormi? Yo'q, uni ham bilmaysiz. Asar yozish bu ustachilik bilan bir-biriga bog'liq. Mana ikkita birinchi yog'och qo'yasiz, keyin sementni solasiz, bitta g'isht qo'yasiz. G'isht qo'yganingizdan keyin devor hosil bo'ladi. Devordan keyin tomlar hosil bo'ladi. Undan keyin ana shunda asar hosil bo'ladi. Mana sizga o'xshaganlar kelgan. Sizga o'xshaganlar nechtasi kelgan, bilasizmi? Sizga o'xshaganlar orqasidan men katta hovli qurdim. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Mana hozir siz menga nimadir taklif qildingizmi? yo'q. Ana ko'rdingizmi? Hech narsa berganingiz yo'q menga. Shunaqadan keyin asaringiz o'tadimi? O'tmaydi. Tushundingizmi? O'rgildim. Asar yozarmish. Mana Chexovni bilasizmi? Bilmaysiz. Bilmaysiz aslida. Tushundingizmi? Chexov mana durdona asarlar yozadi. Haqiqiy yozuvchi mana shunaqa bo'ladi, durdona asar, bildingizmi? Siz Google'ni ham bilmaysiz. Mana Google ko'rdingizmi? Mana Bu Chexov-ku. Chexov? Yaxshilab qarang. Mana Chexov, ko'rdingizmi? Chexov-ku. Men nima dedim? Sizni sinab ko'rmoqchi bo'ldim o'z aslida. Bildingizmi? Siz Chexovni ham bilmaysiz aslida. Menga qarang, Trevor'dingizdan o'zi. O'rgildim. Olib keting hamma narsangizni. Asablarim meni. O'zi bu Chexovning asari edi. Men o'zimniki bilan almashtirib qo'yibman. Shunga kelgandim. Yo'q. Tepadaylar qayoqqa qarayapti? Satqayi odam keting. To'xtang, bilmadim tepadagilar qatga qarayapti. Men bilmayman, o'zim hayron bo'ldim. Sizga tushuntirib qo'yishim mumkin. Tushundingizmi endi? Tushundim. To'xtang. Chexov nima bo'ladi? Chexovni bilmadimi? Endi sizga yomon bo'ladi. Chunki bu ishxonaning xo'jayini menman. Xodimlarni qanaqaligini sinash uchun bugun kelgandim bir ko'ray deb. Sizga endi qiyin bo'ladi. To'g'ri.